Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz 24 soat Chimkent shahrida $300 va $30 bilan yashaymiz. Kim 300, kim $30 bilan yashashini Donaziki orqali aniqlaymiz. Wow, men $300 bilan yashayman, shoh. $30 ga yashashim to'g'ri keladi endi 24 soat. Nima deb o'ylaysizlar? $30 bilan Chimkentda yashasa bo'ladimi, yo'qmi? $300 bilan qanaqa yashashni men sizlarga o'zim ko'rsataman, xavotir olmanglar. Shoh, sizga omad tilayman. Vijvaniya qilishga to'g'ri keladi. O'nta avtobus yuradi. O'sha yerdanchi otelga chetib olsangiz bo'ladi, agar otelga pulingiz yetsa. Ammo hozir bitta mashina olaman o'zimga. Salomat bo'ling. Ko'rishamiz. Bizda shartlar juda oddiy. $30 bilan $300 qanaqa ishlatish kerakligini hozir tushuntiraman. Birinchi shart: hamma o'ziga yotishga yotoqxona topish kerak. Ko'chada yotish mumkin emas. Ikkinchi shart: shu pulning ichida 3 mahal ovqatlanish kerak. Uchinchi shart: madaniy hordiq chiqarish kerak. Agar qaysidir shartni bajara olmasa, u odam yutqizgan bo'ladi. Mana Chimkent Plazaga kirib oldim. Hozir endi qornim silishkim ochligi uchun restoranga borib o'tirmadim. Shu yerda o'zidan qanaqadir fast food yeb olaman. KFC yeb ola qolaman. Otelga bitta zo'r otel hozir o'ylab qo'yganman. Basseyni bor, zo'r otel bor. O'shanga zaselение qilamiz, to есть borib joylashaman. Ungacha давайте KFC dan nimadir olamiz. Xo'sh, challenge boshlandi va birinchi qiladigan ishim bu otel topish. Shuning uchun Bookingdan eng arzon bo'lgan hostel qaradim. $7 ekan. Bu tengada 3,5 ming tenge. Hozir u yoqqa bron qilib qo'ydim. Birinchi uchirtda o'sha yerga qarab yo'l olaman, zasilsiya qilaman, joyimni tanlab qo'yaman. Undan keyin ovqat yeb, xudo xohlasa qiziq joylarga bormoqchiman. Shohga o'xshab qimmat mashina yoki taksida yurish ilojim yo'q. Shuning uchun avtobus oстановкасida turibman, avtobus kutib. Lekin o'ylayman, $30 вполне достаточно, вполне yetarli summa maza qilib dam olishga Chimkentda. Ketdi. Давайте shuni aytib Mana $300 imni mana уже ishlatishni boshladim. Shu bilan 4300 im ketdi. Oplata o'tdi. Men ovqatlanib olaman. Shoh bechara anta nima qilyapti bilmadim. Ozgina rahmim kelishni boshladi, chunki uni ham qorni bir xil och edi. Baribir Toshkentdan kelgunimizgacha qorni ochuvdi. Xullas avtobusga ham chiqib oldim. Hozir ketyapman. Bitta yarim soatdan keyin уже otelda bo'laman, xudo xolisa. To'g'risi Toshkentdan farqi bo'lmayapti, to'g'risi. Ощущение. O'zim xuddi bir Chilonzorda, Olmazorda yurgandek his qilyapman. Juda bir hammasi tanish, atmosfera yaxshi. Shuni ham aytish kerakki, hozir byudjetim kichkina bo'lgani sababli hozir полный yo avtobus yoki peshkom yuraman. Ovqat ham yeyishim kerak. Qornim ochib ketdi, to'g'risi. Shoh ham shu ovqat ham yeb bo'lgan bungacha. Men hozir endi obed qilaman, xudo xohlasa. Ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Boxmaster, frini qaraylik kattaligini. Keyin mana bitta stripslar. Mana kola bilan. Hozir tez obed qilib olib, otelga boraman. Avtobus narxi 70 tanga ekan. Пока что to'g'risi avtobus ham juda выгодный yurishga. Har 2 minutda avtobus yuribdi. Так что juda bir komfortniy transport. Men shundan sezdimki, Toshkentdan qaragandan ko'ra bu yerda mashina ancha kamroq, to'g'risi. Kobaltli juda ko'p ekan. $300 budjetim bor. Menga shahar bo'yicha yurish uchun обязательно mashina kerak. O'shanga nima qilamiz? Ovordik. Faqat buni emas, men buni uchun. Xullas, bu Cobalt menga $40 ga aylandi. Bir kunga. Hozir buni tekshiramiz. Gap yo'q. Свежий ekan, даже monitorlari bor ekan. Men o'zim oldin Cobalt haydaganman. Cobaltda o'zi standart unaqa monitor bo'lmaydi. Buni qanaqadir ozgina tuning ham qilishibdi. Endi Cobaltda obzor qilishim shart emas. Hamma bilgan mashina. Bir kun 24 soat men shu Cobaltda shahar bo'yicha aylanaman. Hozir otelga joylashishga ketdik. Xo'sh, otelga mana ketyapman. Tushib oldim. Yarim soatda bo'luvdim. Yarim soatdan ortiqroq yurishga to'g'ri keldi. Lekin, в принципе, неплохо. 40 minut avtobusda yurdim, shahar kezdim. Shu 15 minut ichida xudo xohlasa yetib olaman otelimga, hostelimga. O'sha yerdan уже ketaman. Dalish shahar kezishga. Shahar yoqyapti, pogoda juda приятный. Futbolkada yurganda ham suymaysiz. Masalan, ustingizga nimadir kiysangiz ham siz ketmaysiz. Shunaqa havo bor. Shuni ham aytishim kerakki, что ko'plar bu yerda Qozog'iston tilida gapiradi, qozoq tilida. Именно 30 yoshdan kattalar. Shuning uchun agar siz odamlardan nimadir so'rayotgan bo'lsangiz, shunga tayyorlaning, ular sizlarga qozoq tilida gapiradi. Tak, mana otelga ham kelib oldim. Bu 4 yulduzli yaxshi mehmonxona. Bir kuniga $95.
Hozir mana budjetdan ko'rdinglar, $95 minus. Hozir sizlarga xonani ko'rsataman. Normalroq parkovkaga qo'yib oling. Buni yaxshi taraflari o'zini собственный parkovkasi bor. Безопасный otelli territoriyasida va otelli ko'rasizlar, juda bir chiroyli qilib qurilgan bino. Современный. Buni ichini ham hozir ko'ramiz. Yuringlar, ko'p gapirib o'tirmayman, ichini ko'rib, o'sha yerda gaplashamiz. Charchadim yurib, lekin prinsipi уже sekin quyosh ham chiqdi. To'g'risi sal qiynalyapti, ozgina quyosh. Selam, lekin yomon emas. Hozir bitta ovqat yemasam, lekin oshqozonim отказ berib olishi mumkin. Shunga hozir bitta ovqat yeb, taqasi ketaman dальше. Mana otelni kiroverishi ko'rasizlar. Такой необычный и аккуратный qilingan hamma narsa. Hozir otelni kaltini olamiz. Здравствуйте. Mana $300 budjetdan shuncha summa ketyapti. Buni dollarda videoda ko'rasizlar. Mana oplata o'tdi. Shuncha pul budjetimdan minus bo'ldi. Ko'ryapsizlar qancha pul qolganini. Hali kechasi yaxshiroq restoranga borib ovqatlanamiz. Mana $300 bilan Abu Dabigacha yetib olsanglar bo'ladi. Abu Dabiga. Hazil ketdik. Bono doner va burger degan joyga keldim. Bo'lishi mumkin. Prinsipi yomon emas. Скорее всего, eng arzon bo'lgan doner yoki burger olaman. To'g'risi, go'sht narsa ham kelyapti, lekin uncha ishonmayapman go'sht narsalarga. Shuning uchun mana xullas budjetim bilgan holda mana 990 tengega to'g'ri shaurma olaman. Prinsipi menimcha normalniy bo'ladi. Razmerlari ham normalniy, darrotdan chiqadi deb o'ylayman. Oldiga menimcha 400 ml suv ham olaman. Oldiga mana Bonakva suv olaman 400 tengega. O'zi menimcha yetadi menga. Xullas mana oldim. Hozir tanovul qilaman. Shu yerda prinsipi razmerlari yaxshi. Hozir tez ovqat yeb hostelga yo'l olaman. O'sha yerdan esa xudo xolasa shahar kezamiz. Xonamga ham kelib oldim. 225 ekan. Yana sizlarga zo'r narsa aytaman. Mana bunaqa issiqqina pechenyedan ham berishdi. Bu kompliment ekan. Hozir endi sizlar bilan birga otelimizni ko'ramiz. Qani, bismillah. О, что-то такое, необычный o'xshyapti. Mana kelinglar, mana уборныйdan boshlaymiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek katta bir vanna, dushi bilan bu yerda tish yuvishga hamma kerakli udobstvo, hamma narsalar bor. Choy, kofe, suv, mana бесплатно deb yozib qo'yishibdi. Katta bir ekran televizor, YouTube bilan bu yerda men hali kechasi o'zimizning zo'r yangi chiqqan roliklarni ko'rib yotaman. Va ko'rib turganingizdek $300 ga mana shunaqa oba, voy mazza. Mana shunaqa kiravat. Buni kattaligini qaranglar, удобный такой, yumshoq ekan yana. Va vid iz okna. Oynadan mana bunaqa chiroyli vid. To'g'rimizda sirk bor ekan. Hozir men ozgina kiyimlarimni almashtirib olib, dam olib, razvlечениyaga, ya'ni shahar aylanishga chiqaman. Men уже yarim soat o'tdi. Endi mana otelga keldim, hostelga adashmagan bo'lsam, mana o'sha hostel. Sizga hozir kiraman. Ketdim. Birinchi впечатление yomon emas, to'g'ri, endi hostel uy sharoitida qilingan hostel ekan. Mana hovlini hostel formatda qilishibdi. Mana bunaqa registratsiyasi ham bor ekan, ko'rishingiz mumkin. В принципе, not bad, неплохо. В шлепках тапочка выходить на улицу запрещено. Штраф. То есть tozalik yaxshi bu yerda. Men tarakan-parakanlar ko'rmadim. Hozircha yaxshi. Xillari ham ana bilasizmi? Dешевый o'nlarda hidi bo'ladi-yu. Bu yerda unaqa narsa yo'q. Juda e'tiborli qilishibdi. Zo'r. Hozir opa keladilar, registratsiya qiladilar. Shunaqasi kirib ketamiz. Tak, mana men hozir cho'milishga ham kiyib oldim. Cho'milishdan oldin ozgina YouTube ko'raman. Mana bizning YouTube kanal. Sizlar ham YouTube'da shuni poisk qilib topsanglar bo'ladi. Mana podpiska ham tashab qo'yinglar. Keyin mana bu roliklarimizni har bittasini bitta ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Qiziq videolar bor. Kelinglar, oxirgi videoni ko'ramiz. Bugun mana shu pizzani ko'rib chiqamiz. Endi sizlar boshqa davlatda bo'lsanglar, mana shunaqa reklama ham chiqadi. Bu bizning reklama emas, bu YouTube o'zining reklamasi. Bugun biz mana xullas mana shu videoni ozgina ko'rib chiqib, keyin cho'milishga ketaman. Cho'milamiz. Liftdaman. Qaranglar. Zal bor ekan.
и basseyn bor ekan. Hozir men -1 ga tushdim. Hani ko'ramiz, zali qanday ekan, basseyni qanday ekan. Mana bu sochuv losi bo'lardi. Spokойно qo'ydi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Anaqaga kirmoqchi edim. Basseynga, da. Soch olsa bo'ladimi bu yoqda? Полотенце? Да, полотенце. Спасибо. Вот. 225. Все, спасибо. А зал у вас где? Зал тоже так же. Я могу снять, просто посмотреться? Все, спасибо. Hozir zalni ko'ramiz birinchi. Faqat zalni, как я понимаю, свет o'chirgan, все o'zi yonardi. Вот. Sochig'i olganman, basseynga tushaman. A tak zalida kerakli narsalar turibdi mana. Gampel, begovая дорожка. O, mana bunaqa zanimatsiya qilishinglarga hamma kerakli narsa bor. Suv ham bor. Gapi yo'q. 4 yulduzli mehmonxonaga $95 bitta nochka. Вообще to'g'risi. Menga yoqdi. Ta'zi ko'zim tashlagan narsa shundaki, tapishkada yuringlar dedilar. Chistotaga juda yaxshi qarashadi, juda mo'shna qarashyapti. Bu menga yoqyapti to'g'risi. To есть hostel bo'lgani sababli ham ko'p hostelda bu narsaga xatna qarashadi, bu yerda juda yaxshi qarashyapti, молодцы. Mana bunaqa kuxnyalar ham bor ekan, ko'rishingiz mumkin. Hammasini pользоваться qilishingiz mumkin. Xodilnikmi, mana bunaqa tayyorlismi farqi yo'q. Есть moment o'zingizdan keyin tozalab keting deb so'rashdi. Ketinglar. Так. Умываться. Стирка 30 тенге. Mana bu yerdan yuzingdan yuvishingiz mumkin, bemalol. Mana bu yerdan kir mashina bor ekan. Stirka 500 tengega. Mana bu xona esa Мужской туалет. mana dush mana bunaqa ekan dushi. Endi mana bu yerda esa hammasi tualet. Tualet. Endi tualetlarni ko'rsatish shart emas. У окна свободно, и вот посерединке свободно. U okna возьми. Xullas mana bizning joy, mana bunaqa rozetkasi bor bitta. Spesial pastki etajdan oldim, chunki pastki etaj tepaga qaraganda svetliroq. Birinchidan, ikkinchidan rozetkasi bor ekan. Uchinchidan qanaqa video bor mana. Oynadan vid. Oh, ana. Basseynni ham topdim, qaranglar. Bu yoqda saunani anaqasi ham yotdi, mana. Sauna bor ekan, mana. Bu yoqda sauna bor ekan. I mana basseyn ham bor ekan. O basseynni ko'ramiz qani. Ana o'tib. Lekin gap yo'q mana. Kattaligi, zilonligi, hamma narsasi, prinsipi zo'r. Cho'milsa bo'ladigan yaxshi dazmonlarni aksida qo'yib qo'yishgan ko'rayotgan bo'lsak. Короче, hozir cho'milib ko'ramiz. A tak vidi вообще yomon emas, zo'r. Qaraydi. Hamma yo'q, yashil. Yaxshi, yana vid. И parkovkasi ham shu yerda o'zida. Давайте mana masjidga joylashamiz. Masjidga narsalarimni qo'yaman. Xonamni kalitini yo'lga qo'yib qo'yaman. Xullas, basseynga tushib ko'ramiz. Вот. Короче, zo'r. Shoh, cho'tam sizni otelingizda, yo'q, uzr, otel devormi, hostelingizda хотя бы dush bor ekan. Xo'sh. Zasilsa qildim. Eng katta ish mana shu otelga kirib olish edi. Endi xudo xolos birinchi boradigan joyim bu park bo'ladi. Parkdan so'ng topinglar, qayerga boraman. Chimkent Toshkentdan kichkina bo'lsa ham Toshkentdek qiziq bo'ladi. Xudo xohlasa sizlarga yoritishga, byudjetimga mos qilib yoritib beraman sizlarga. Ketdi. Вот ko'rayotganingizdek koridorlar ham ancha akkuratni. Xonamga qaytib keldim. Men kiyimimni almashtirib oldim. Такой удобный narsalar kiyib oldim. Hozir endi oteldan chiqib развлечениyaga boraman. Bilasizlar, qonunlari bor. O'sha qonunlari bo'yicha bitta развлечениyaga ham borishim kerak обязательно. Hozir удобный, mana parkovkada mashinam turibdi.
Shundan oteldan chiqib turib, mashinamga o'tirib, bir qiziqroq joyga borib, keyin kechasi yoki shu otelda o'zida yoki bir yaxshiroq restoranda ovqatlanishga boraman. Xo'sh, proyezdimizning narxi 70 tenge. Уже ikkinchi avtotransport bo'lgani sababli, в принципе, byudjetga podnesa qolamiz, normalniy. Hozircha lekin uverni ketamiz. Mana shunaqa vidli joyda tushib qoldim hozir. Sizga qarab yuraman hozir. Mana shu yo'l bo'ylab zoopark bilan parkka kiraman. Qarali bitta muammo bo'lib qoldi. Xullas, nima bo'ldi hozir? Men Mamatda keldim, ko'rinadimi yo'qmi? Xullas shu park ekan, Yandexda menga nimagadir bu yerda park deb ko'rsatdi, ichida karting bor dedi. Men hozir asabiylashayotganimning sababi bu yerda restavratsiya bo'layotgan ekan. Hozir boshidan parkga yengillashayotgan ekan. Men karting uchishga keldim. Mazza qilib hozir karting uchaman desam, ancha uzoq yo'ldan keldim. Kelsam shu ahvol. O'ylayapman, nima qilsam bo'ladi hozir? Qaysi attraksionlarga borib uchsam bo'ladi? Ko'ramiz, hozir nimadir qilaman. Nimadir qilish kerak. O'shanqa kunimgacha aylanishim kerak Atlandir. Xullas, men yana shu Shimkent plazaga qaytib keldim. Mana. Razlicheniya topolmaganim uchun menimcha shu yerda nimadir qilaman, shu yerda yana aylanaman. Mana 17 yoshdan kattalarga mana 8 tengadan bo'lar ekan. O'shanga mana 8 tengaga o'zimga bitta bilet oldim. Xullas, lokatsiyaning nomi bilganinglardek, bu Shimkent zooparki. Menga o'qiyapti bo'tlar. Hozir ko'ramiz qanaqa jonzotlari bor ekan bu yerda. Shimkent zooparki Qozog'istonning eng katta va eng mashhur zooparklardan biri hisoblanadi. Masha и Медведь Волк. Juda agressiv holda bor ekan bu yerda. Bir-biridan urushmoqchi. Biri добрый bo'lgani bilan agressiv животныйlar. Bu yerda 3,5 mingtadan oshiq jonzotni ko'rishingiz mumkin. Lekin menga eng yoqqani bu jirafali volyer bo'ldi. Nega deysizmi? Tasavvur qiling. Xayollaringiz bilan zoopark ichida aylanib yurgan bir paytda osmonda bosh paydo bo'lib qolyapti. U shunchalik yaqinki, qo'lingiz bilan silashingiz ham mumkin. Lekin bu yerda hayvonlarni ushlash mumkin emas. Boshqa hayvonlar bor ekan, qiziq. Yo'l ekan. Toshkent zooparkida bunaqa yaqinda ko'rmaganman jirafani. Bu yerda prям почти что kontaktni zooparkka o'xshadi. Aytgancha arslonni qarab turganimni ko'rdinglarmi? She to'g'risi tashlanadi bo'ladi borib. Zooparkning ichida nafaqat ekzotik hayvonlar, balki Qozog'iston qizil kitobiga kiritilgan hayvonlar ham bor. Kazuarlarni ko'rishingiz mumkin mana. Juda agressiv qushlarning turiga kiradi. O'z tuxumini juda qattiq saqlaydi bular. Давай, кидай. Вот, все, съела, пойдем. Qaranglar, jonzotda. Korotka rastaniyada. Ko'rishingiz mumkin mana. Hop. Choq. Ma agressivniy gulga qo'rqatdi. Kichkina tosh baqala mana. Hatto onasi va otasi mana. Otishibdi. Короче, men anaqa keldim. Men Shimkent plazaga. Endi hozir 300 dollarga конечно anja anaqa qilib tasha olmayman. Narsalar olib tasha olmayman. Lekin хотя бы nimadir Shimkentdan olib ketmoqchiman. Nima deysizlar shunga? Nimadir olamiz ham. Atir qanaqa olaman 300 dollarga? Samsung tumadim-da sразу. Mayli, fikr ko'ramiz. Razlicheniya topolmadim. Oxiri mana kino bor ekan, lekin kino слишком, vaqt ko'p oladi. Imam bitta 5D bor ekan, и комната страха bor ekan. Давайте 5D ga kirib ko'raman, chunki комната страхada menimcha video ola olmayman, chunki qop qorong'i bo'ladi. 5D da хотя бы harakat qilib ko'raman. Qani nimaligini ko'ramiz. Narxi 1,5. Давайте что-нибудь веселое, интересное. Да, O'zbekiston.
Спасибо. Десинема. Hozir ko'ramiz, qani. Hop, hozir to'rtta joy ekan. Куда мне лучше сесть? Сюда? Всё. Bu joy Shimkentning eng baland cho'qqisi hisoblanadi va shu joyda Baydibek haykalini qo'yishgan. Kim bu Baydibek? Bu inson Qozog'iston xalqini birlashtirgan odamlardan biri va shuning uchun ham shu Shimkentning eng baland cho'qqisida именно shu odam haykalini shu joyga qo'yishgan. Bu yerdagi juda chiroyli, o'ta chiroyli, toza havo, bir boshqacha vibe bo'lyapti, juda atmosfera o'zgacha. Hammasi ketdim dalchi. Отлично, спасибо. Да. До свидания. Boshim aylanib ketdi. Kesaklar bo'ladi. Yorug'ligiga chiqdim. Hatto bir qanaqadir razlashение qiladigan maqsadda bu yerga kirdim. Ну, qiziq bo'ldi. Короче, orada 2050 tengaga mana bunaqa suv bilan cheeseburger oldim. Qorin ochib ketgan uchun uzunni hali yaxshiroq qilaman. Men hozircha nimadir yeb olay deb shu yerda yana KFC yedim. Xo'sh, aylanib Turkiston saroyiga keldim. O'zi kecham tushyapti, sovuq bo'lyapti. Hozir issiqroq kiyim kiyib yuraman. Xullas, mana shu joy haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Bu Turkiston saroyi Shimkentda glavniy ekspozitsiyalar bo'ladigan joy. Masalan, bizda O'zexpo bor-ku, bu ham xuddi shunaqa joy ekan. Shu yerda hamma ekspozitsiyalar bo'lib o'tadi. Qolaversa, chap tarafida Shimkent akamati joylashgan. Hozir ko'rsataman shu joyni ham. O'zi bu joy o'zi lokatsiyani o'zi yangi Shimkent. Bu joy ana yangi akamat Shimkentga. Ko'rishlar mumkin atmosferani. Juda katta ochiq joy. Mana fontani ham bor o'zida. Yangi O'zbekiston qanaqa bo'lsa, bu yerda ham xuddi shunaqa Shimkentda bu qismi qurilyapti. To'g'risi maza aylanmayman, lekin oyoqlarim yomon og'riyapti, уже charchadim yurib. $30 to'g'risi qiynalar ekan odam, lekin maza qiladi baribir. Maza qilib yuraman to'g'risi. Ko'rishlar mumkin. Qaranglar nima ko'rdim. Shimkentda mana Safiya. O'zimizning milliy brend. O'zimizning milliy brendni podдержка qilish uchun men shu yerga kiraman. И хотя бы shu yerda ham pul tashib ketaman, nimadir olaman. Nimadir olamiz. Assalomu alaykum. Xullas Safiyadan anaqa olib chiqdim. Markovniy fresh sabzi sok olib chiqdim. Shu o'zimizning местный brendlarga ham foyda bo'lsin. Уже kecham tushdi. Peshkom kelib aylanib shu kecha keldim. Shimkentda Oq masjidi hisoblanadi. Juda chiroyli masjid. Kattaligi Toshkentdagi Minor masjiddan ko'ra kattaroq. Hozir ishlarini ko'raman. Juda bir chiroyli joy ekan. Ana endi bo'ldi ana. Shom ham tushdi. Xullas charchadim to'g'risi вообще. Lekin zarracha ham pushaymon yotganim yo'q. Nimaga? Shunaqa chiroyli masjidni ko'rib ketayotganimga men to'g'risi juda xursandman. Shimkent meni juda xursand qilyapti bugun. Shunaqa byudjet bilan ham shunaqa maza qilib ketaman deb hech qachon o'ylamaganman to'g'risi. Lekin maza bo'lyapti, qaranglar. Kech payti yonib, shomda juda bir chiroyli atmosfera bo'lyapti. Sizlar ham kelinglar, hammanglarga shu joylarni ko'rib ketish nasib qilsin. Mana endi как говорится $300 ishlatish kerak. Shunga men qimmatroq bir restoranga keldim. Menimcha shoh pirojki yeyotgan bo'lsa kerak. Yana bilmadim nima qilyapti. Lekin men ko'pchilik biladigan знаменитый mana shunaqa bitta restoranga keldim. Hostel ancha uzoqda bo'lgani sababli oxirgi reys avtobus bilan qaytdim. Yo'l yurganda ham mo'l yurdim degan gap bor edi-yu. Bugun shunaqa bo'ldi to'g'risi. Energiyam yetib keldi. Shunaqa charchadim, boshim, oyog'im, hamma yog'im og'riyapti to'g'risi. Lekin maza qilib yurdim. Boshqacha bo'ldi. Vayboviy путешествие bo'ldi menga to'g'risi. Xudo xolisa ham bitta joy ko'rishim kerak edi bugun, lekin uspet qilmadim. To'g'risi energiyam yetmadi, kuchim yetmadi, vaqtim ham yetmadi. Ertaga xudo xolisa challenge tugatishdan oldin o'sha joyga ko'rib qo'yaman-da. To'g'risi charchadim. Kuchim qolmadi. Shuning uchun men bo'ldi, ketdim, yotaman. Так, men ana sandiqqa kelib oldim. Bu bitta prestijniy restoranlardan bittasi hisoblanadi. Именно mana shu Shimkentda, o'zi Qozog'istonda. Bu bitta shet. Oldin Almatada kirganman, hozir Shimkentda kirmadim. Shimkentda mana birinchi marta kirib ko'rishim. Menyusini ham mana ko'rishinglar mumkin.
Mana shunaqa bir необычный formatda, eskicha stilda qilib qilishgan. Hozir men 5 barmoq menimcha zakaz qilganim yaxshi. Hostelga kirib kelgandan so'ng 7 uxlab tushimga kirmagan narsa bo'ldi. Yotog'imni oldiga kelgunimcha kimdir o'z shaxsiy kiyimini kalavatning ustiga yoyib qo'yibdi. Maylida usti kiyim bo'lsa, naski, ichki kiyim va hokazo, hattoki nosvoyga o'xshagan nimadirni yostiq ustiga qo'yib qo'yibdi. Shu joyda Otabek Mahkamov gaplari esimga keldi. Sen ham befarasatsan, sen ham befarasatsan. Tak, meni salatim ham keldi. Mana bunaqa salat zakaz qildim. Уже ancha yedim. Qisqacha tushuntirib o'tmoqchiman. Baqlajonli salat etuvdim. Men o'yladim Toshkentdagi bo'ladi desam, yo'q. Mana bunaqa dumaloq целый baqlajonni kesishar ekan. Lekin xurshchashi va qurtli mana bunaqa sousi bor. Suzmada bu. И buni mana bunaqa cheddar kichkina pomidorlar bilan podacha qilishar ekan. Bu restoranni yana bir yoqqan tarafi, ular o'zini milliy musiqasini jonli ijro qilishar ekan. Yaxshamki vaqtdan oldin pododyannik va navochkalarni kiyg'izib qo'ymanman. Bo'lmasa bilmasdim nima qilardim. Kalavatimni to'g'rilagunimcha videoni bitta shartini esdan chiqarishimga sal qoldi. Nima shart deysizmi? Bu albatta ujin. Shuning uchun ham to'shagamni to'g'rilab birinchi qilgan ishim bu magazin qidirishdi. Lekin afsus, soat 12 bo'lgani sababli ko'p magazinlar yopiq. Lekin men nimadir qilib bo'lsa ham ujin qilishim kerak. Xo'rosida sirazi ovqat ham keldi. Salatimni oxirigacha yeb olaman-da, ovqatni sizlarga ko'rsataman. Va buni hammasini narxini oxirida sizlarga spiska qilib ko'rsatib beraman, nechta pul ketganini. Mana shunaqa podacha qilishgan. Hozir ovqatlanaman. Narsalarni qo'yib oldim. Endi ujinga to'g'risini ko'p ovqat yegan, charchaganim sababli qashshin ishlashim kelmayapti. Shunga хотя-бы bananmi nimadir yeb olishim kerak. Shunga bitta banan, bitta olmam, shunaqasi olaman deb yeb yotaman bo'ldi. Kalavatim to'g'rilagunimcha ancha vaqtim ketdi. Ko'rdinglar o'z ahvolini. Hozir produktodan ujin qilaman desam, bu yerda yopiq ekan, eng qizig'i mana. Mana ko'rsanglar bo'ladi. 9 dan 11 gacha yozib qo'yishibdi. Nima qilamiz endi? Qancha men bitta magazin ko'rganga bo'lib, hozir o'tkam kirib ko'raman. Hozir ko'rayotgandim, hozir yo'ldan o'tib kirib ko'raman. Eshiklari lekin ochiq. 2 million 600 won. Nech pul bo'ldi aka? 980 bo'ldi. 980? Ya. Sen 1000 tanga berib jamoat Bor. 980 ga bitta yogurt, bitta chudo oldim. Mana shotam keldi. Nech pul bo'ldi deb o'ylaysizlar? Men hozirlarga nimalar zakaz qilganimni aytaman. Bitta salat, bitta mana bunaqa sho'rvasini olib kelishdi. И целый bitta porsiya 5 barmoq. Keyin podachalari ham необычный, ham qimiz zakaz qilganman va choy. Hammasi общий 10.400 bo'ldi. Shot minus bo'ldi. Shuncha pulim qoldi. Tak, как раз mana 10.400 tashab ketamiz. И men otelga ketdim. Ko'zimdan ko'rsam charchaganim. Lekin shunaqangi yotishim kelmayapti shu joyda. Narsa ham buzildi-da, hozir kelganda. Mana bunaqa narsalar, qanaqa nosvoylarmi, nimadirlar yotganiga shunaqa bir narsa ham buzildi. Lekin ilojim yo'q, boshqa qoladigan joyim yo'q. Ko'chada yotishim kelmayapti, shunga o'sha joyda yotaman-da endi. Usta ekan, dushga ham kirgim kelmayapti. Şey narsang yo'q. Shimkent shunaqa chiroyli shahar ekan. Mana atmosferani o'zingizlar bitta ko'ringlar. Bu mana shu restorandan chiqib kelishdi. Mana shunaqa atmosfera. Anta park, keyin целый shahar shundoq sizlarga ko'rinib turadi. Hammaga kelishinglarni tavsiya qilaman. Va bilasizlarmi, uzoq emas-da, kelib ketishga stoyit. Shundoq Toshkentdan chegaradan o'tganinglardan keyin plus-minus 1,5 soatda sizlar o'sha shaharga yetib kelasizlar. Va bu yoqdagi atmosferani ko'rib, Shimkent shahrini bitta ko'rishinglarga menimcha arziydi degan umiddaman mana. Eng qizig'i, otelimiz shunday yonida yo'l u yog'ida, mana otelim bu yoqda bo'lsa, yo'l u yog'ida bowling bor ekan. Men qanaqadir tajdagi tushib o'tiribman. Undan ko'ra bowling o'ynasam bo'lardi. Hozir endi otelim yonida ozgina peshkom yuraman deb chiqdim. 5 barmoqni hazm qilish kerak.
ozgina aylanaman, charchaganimdan keyin kirib uxlayman. Ularning yo'llariga ham qoyil qoldim. Oddiy mahallalarda shunaqa yordamchi chiroqlar ham bor. Xullas yotdim. Yogurtim bilan tug'ilib yeb, to'g'risi вообще charchadim. Mashina streniyam yo'q. Endi uxlashga harakat qilaman. Endi uxlayman deganimda pastda kimdir muzika qo'yib qo'ygan. Eshitmayaptim. Oynani tilab ochib yotdim. Yaxshiroq svejiy havo kirib turadi. Mazza uxlashim uchun muzika qo'yib qo'yishgan. Xullas televizorni o'chiraman. Shohsiz qanaqa sharoitda uxlayotganingizni bilmadim-ku. Lekin mana bunaqa luxury komfort uxlayapman. Yaxshi dam olinglar. Ertalab завтракка uxlab qo'yganim uchun restoranga tushdim. O'zi ham xuddi mashina tanlayotgandek ovqat yarim soat tanladim. А что готовится в течение 10-15 минут? Просто я тороплюсь тоже, поэтому... Gостinisaning o'zidagi restoranga tushdim. Shu yerda o'zida zakaz qilyapman, shu yerda o'zida yeyman. Pulim bor-ku hali. Ishlatish kerak-ku. Kecha juda charchaganim sababli bugun juda kech turdim. O'zim bilan narsa kishib, anaqa tish pastasini tushirdi. Yaxshi ham bo'ldi. To'g'risi chiqdim. Soat 11:30 bo'ldi. Shuncha vaqtdan to'g'risi yotdim, uxladim. Vashi charchadim, og'rib. Kecha kun ancha kuchim olib qo'yibdi. Hozir mana endi chiqdim tashqariga, ko'chaga. Shoh bilan uchrashamiz. Zavtrak qolaman yo'llikka. Chimkent plazada. Pulim xudo xolasa yetarli. Bitta burger nimadir yevoraman. Shundan ketamiz. Hozir avtobusni kutaman. Avtobusga ketaman. Mana ovqatimiz kelgungacha свежий выжатый сок chiqarib berishdi. Apelsinovый. Ertalabdan zo'r keladi. Zo'r. Главное suv qo'shilmagan. Ko'p joylarda suv qo'shishadi bilasizlarmi? Lekin qornim ochib ketdi. Ovqatni kutamiz. Chimkent baziga qarab yo'l oldim. 68-avtobusga o'tirib. Prinsipi uni yaxshi boshlandi. Unda 2 soat challenge yapishga oldi. Shunga hozir video olib, davet qilaman-da. Shunga challenge bilan chopamiz. Chunki bitta joyga bormoqchi edim, uspech qilmasam kerak. U shaharni boshqa qarabda bo'lgani uchun uspech qilmadim. To'g'risi, o'ylamagandim budjetim bo'yicha men shunchalik ekonom qilaman deb. Shu $30 ham ancha-muncha pul qoldi. Hali to'g'risi desam, taksiga pul qoldi. Taksiga borsam, o'zim budjetim tegirdi, lekin men dakansa avtobus yuradigan bo'ldi. Tak zo'r ketamiz. Xullas, Sumat degan uka bilan ketamiz. Bu zaravaga ko'cha voditelь bo'lyaptilar. Chimkent plazagacha mana gaplashib ketamiz uka bilan. Bir-birimizni tushungandek, o'zbek tilida gapiryapman, ular menga qozoq tilida gapiryaptilar. Bizlar gaplashib ketamiz, bilan. Soat ham слишком добрый ekan, ochiq bo'lgan. Ovqat kelgungacha soatini yeb to'yib qolmasam bo'ldi. Aha, спасибо. Полноценный ovqat bo'ldi. To'ldi, hamma narsa. Mana buni qaranglar. Вообще такой, bilasizlarmi, кисло-сладкий соус bilan и причем еще хрустящий. И вкусный. Xullas, Arbat degan ko'chada yuribman, Chimkentda. Chimkent plazaga qarab ketyapman, chunki 1 soatdan keyin o'sha yerda uchrashamiz deb aytdim. Hozir men Chimkent plazaga shoxlanmancha oxirroq kelgan sababli shunda zavtrak qilaman-da, tayyorlanib, bilan uchrashamiz. To'g'risi o'zimga yoqadi yurib, sayl qilib, odamlar bilan tanishib, gaplashib. Shuning uchun bir tomondan shu $30 menga tushganiga ham xursandman. Xudoga shukr. To'qmaza qilib qayerdadir yurgandir, mashinada haydagandir, spor yo'q. Lekin menimcha, lekin undan ham qolishgan bo'lmadi. Qozoq film. Mana shunaqa printlar qilish yaxshi ko'rishar ekan Qozog'iston xalqi. Arbatda temperatura shahar ichidan ko'ra ancha pastroq. Chunki mana bunaqa daraxtlari bor. Zeta bir 15 minutlik yo'lim bor. Shu 15 minut ichida xudo xolasa yetib olaman. Yetgancha Chimkent shahri kichkinaligi sababli realni sayr qilishga juda mazza
o'rtagan. Chunki bu yerda plus minus qaqqadir boraman desangiz 20-25 minut uzog'i yarim soatda yetib olasiz. Peshkom. Bu juda katta plus. Men uchun konkretni katta plus. Guruchni ham ancha ko'p olib kelishdi. To'g'risi to'ydim. Havolarsiz zo'r, shirin. Uy to'yimli ekan. Yoki men ko'p narsa yetoldim. Ozginadan qolib ketdi. No, o'zimni qiynamayman, oxirigacha yeyishga harakat qilmayman. Оплата по карте. Так, вот 15, то есть вот общий yegan narsa mana. Mana shunaqa summa chiqdi. 15200 bu yoqda. Rahmat, salomat bo'ling. So, ko'rdinglar 15200 mana общий balansimdan ketdi. Shunda ham pulim qoldi. $300 ga Shimkentda zo'r yashasa bo'larkan. Bemalol restoranlarga kirasizlar, yaxshi otelda turasizlar. Даже pul ortib ham qoladi. Shunaqa gaplar. Hozir shoh bilan ko'rishamiz endi. Ketdi. Пожалуйста. Do'stlar 1790 plus minus $4 $4 atrofida bo'lar ekan. Shohdan hozir keldim. Hozir teguvchi ovqat yeb olaman. Xullas, mana obedim, завтракim o'zi xohlagancha non beringlar bu narsaga. Assalomu alaykum, shoh. Salom, qanaqasiz? Bujuvat qildingizmi? Yana bujuvat qildim. Nima bo'ldi? Aytib bering, nimalar bo'ldi? To'g'risi aytsam 90% vaqtimni peshkom o'tkazdim. Men mazza qilib Cobalt yurdim. 3 marta avtobusga o'tirdim, to'g'risi. Qo'ygan payt faqat yurdim. Yo, men ham peshkom yurdim, lekin men buni pul tejash maqsadida emas, ovqat qazim qilish uchun kechasi yurdim. Mazza qilib aylandim. Otelim hammasi zo'r bo'ldi, o'zingiz ko'rdinglar. Shoh qanaqa bo'lganini bilmayman, video chiqqanda o'zim ham birga sizlar bilan ko'raman. Lekin bittasi aytsam bo'ladi, to'g'risi, menga yoqdi. Peshkom yurgan bo'lsam ham, byudjetim kichkina bo'lgan bo'lsa ham, men mazza qildim, to'g'risi. Shimkent shahri juda bir noyob shahar mana uchun, to'g'risi. Yurganimda hamma narsa ular katta rasmiy emas. Masalan, bitta toshkadan ikkinchi toshkaga boraman desangiz, 20 minut ichida yetib olasizda. Peshkom. Menga ham Shimkent yoqdi, juda bir chiroyli va исторический shaharga o'xshaydi. Shunga qaramasdan mana торговый sentrlarida hamma brendlar bor. Ovqatlanishga zo'r joylarda ovqatlandim. Va shuni aytamanki, $30 bilan ham, $300 bilan ham Shimkentda mazza qilsa bo'lar ekan. O'ziga yarasha mazza qildingizmi? Mazza qildim, to'g'risi, va bittasi aytaymi? Men $30 ham ishlatganim yo'q. Yo'q, $20 ga yaqin ishlatdim. Men ham 300 ni hammasi ishlata olmadim. Pul qolib ketdi, lekin o'zingizlar ko'rdinglar qanaqa ishlatganimni. Xohlasam ham ishlata olmadim, to'g'risi. Shuning uchun menimcha любой byudjet bilan ham mazza qilib dam olsa bo'ladi любой joyda. Sizlarga Shimkentga kelishni maslahat beramiz. Kelib ko'ringlar. Shanba o'tib kelib mazza qilib dam olib ketsanglar bo'ladi. Nima ham derdik, shu videoni oxirigacha ko'rganingizga sizlarga rahmat. Like bosib qo'yinglar, keyingi videolar bundan ham qiziq bo'ladi. Va keyingi shahar haqida boraylik. Yozib qo'yildiringlar. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Hammaga xayr. Yaqin ish kerak.